Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari. Mana navbatdagi darvozamizni tayyorlab bo'ldik. Nejinkalarni ham yopishtirib, Xudo xolasa bu Tojikiston viloyatiga ketadi. Sizlarga bir qator tanishtirib o'tamiz. Profillariga keladigan bo'lsak, 6x4 1.7 stenada bo'ldi. Disklarimiz 1.8 stenada, 2 qavatli darvozamiz, high-tech fasonli. Buni eni 3.10, bo'yi 2.75. Keyingi darvozamiz mana. Bu ham high-tech fasonli darvozamiz. Buni eni 4.25, bo'yi 3.65. Bu darvozamiz ham Tojikistonga ketadi. Sheriga garajlari. Bu ota eshigi. Alohida ochiladi. Kimga qanday darvozalar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Buni 1 kvadrat metri 1.300.000 dan tayyorlab berdik. Ustanovkasi biz borib o'rnatib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.